Boy akalarim, sizlarga bitta emas, 6 ta mashina sotuvga qo'ydim. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Narxlari bilan sizlarni tanishtirib boraman. Matiz Bestimiz suvagi but-butun, oldi orqa hamma yog'i but-butun. Sizlar uchun mashinada 40-50% kraskasi bor, 2,5 ming dollarga beriladi. Motor, hadovoylar yaxshi, gaz baloni bor. Balonni ko'rsatib boring, keling operator. Tez bo'lling. Mana balon holatini qarang, ideal. Mashinamiz 2015-yil Spark, 470 ming probegda, lekin to'g'risini aytish kerak, mana shu 3 ta Sparkdan ham ko'ra borib, mana shu Sparkimiz juda chaqmon. Salon holatini ko'rsating, keling operator, tez bo'ling. 4-paketli metan gaz, rullari, mafonlari, kolonkalari, xullas hammasi bor. Ideal holatda, diskalar taqib qo'yilgan. Mashinamizda shumka yo'q. Oldi orqasi butun 30-40% kraskasi bor. Bu mashinamiz sizlar uchun bo'ladiganini aytaman, 5100 dollarga beramiz. 5100 ga. Xo'p, 2020 220 ming probegda mashinamizda 30-40% kraskasi bor. Buni ham oldi orqasi but-butun. Mana diskalar taqib qo'yilgan bunga ham, ko'rishingiz mumkin. Salon holatini ko'rsating. Salon holatini. Orqalarini ham ko'rsating mashinani. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Orqalarini ko'rsating mashinani. Xo'p, sizlarga yoqadigan bo'lsa shu mashinamiz 6200 dollarga beramiz. 2020 220 ming probegda. Gaz baloni bor. Hammasinin gazi bor. 2019 ga 2020 do'stlar. Magical pult, 4 ta balon ko'rasam, charm qo'y. Yangi balon taqilgan. Xo'p, ichlarini ko'ringlar mana. Yaxshi Pioneer mafonlar taqilgan. Yaxshi kolonkalar bilan tayyor olasizlar, minasizlar. Mana orqalarini ham ko'ringlar. Orqalari ham cho'tka holatda turibdi. Difuzorlar taqilgan, shoxlarni original taqilgan. 6200 dollarga 260 ming yurgan. Gaz balonlari bor, oldi orqasi but-butun, 25% kraskasi bor. Xo'p, endi boyagan videoga bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. Haqiqatan legendarniy Nexus 2 ga keldik. Bunaqasini topish juda ham kam. O'zimiz minib yurganimiz uchun maqtamayapmiz. Mashinani haqiqatan yaxshi bo'lganligi uchun maqtayapmiz. 2016-yil Lasetti balonlar taqilgan, Magical pulti bor. Pioneer mafon, Kenwood kolonkalar, salonni bitta ko'rsating, keling, akkuratni. Polirovkalar bo'lingan, hammasi qilib qo'yilgan mashinani. Shumkasi yo'q. 3-paketda gaz qo'yib qo'yilgan. Shunda olasiz, tayyor minas. Mana mashina orqalari. Bitta joyda dilli xira qiladigan, chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Haqiqatan Nexus 2 ni zo'rini olaman deganga shu videoni tashab qo'ying. Nexus 3imiz 2019 yurgan probegi, xo'p, 212 ming. Mashinani borib, ko'rasam, oyoqda mana balonlari, Cobalt diska balonlar taqilgan. Shumkani ko'rasizmi? Krilo mana. Mana bagaj, tom, eshik, hammasi shumka bo'lgan. Tonirovka raziyasini 7 oylik. Ishlarini ko'rsating. Kolonkalar qo'yilgan orqalariga. Buferlarni ham ko'rsatib olaylik, buferlarni mana. Buferlar, ustilatorlar. Bitta eshitib ko'rasiz, mashinaga kompot bo'lasiz, ishoning. Mashinaga kompot bo'lasiz. Mana oldini ko'rsating. Original rullar qo'yilgan mana. Mercedes original обманка emas. Pioneer mafon yaxshi qo'yilgan. Mercedes deflektor, tablo освещения, Magical pult, video registrator, salon освещения qilib qo'yilgan. Yaxshi chexol pulli taqib qo'yilgan. Bu mashinamiz 2019 sizlarga 7800 dollarga beramiz. Hozirgi narxda. Lekin ertaga yo'q bo'lib qolsa, afsuslarni qidirib yurmanglar. Videoga обязательно like bosib, mashinani mana aralashga qo'yib yubordik. Bugun mana shanba, yakshanba bozorga, sevgili boshqa bozorga chiqinglar, narxlar bilan tanishinglar. Bunaqa narxda yo'q. Bosinglar.